Assalomu alaykum, yana bir bor 220 ga ishlaydigan korma razatchikimiz yana biri tayyor bo'ldi. 220 ga ishlaydi avtomatlari. 4 kilovat motor bilan jihozlangan. Aralashtirishlar. Bunga qo'shdik, somon qo'shdik. Mosh qo'shdik. Ozgina bedamiz bor edi, bedamizni qo'shdik. Ustiga me'yorida aylantiryapti. Endi buni o'tini birinchi aylantirib olgandan keyin siloslarimiz bor. Xohlasa bularni ham qo'shib boshqa mishallarimiz bor. Sizlar bilan ko'ramiz, shuni ham qo'shamiz. Xo'p, 220 ga ishlagan korma razatchikimiz. Bunisi 280 ga. 3 fazaligi. Xudo xolasa bu ham bitti. Buni ham obzordan tashlaymiz, kuzatib olsalaring. Hozircha 220 ga korma razatchikimiz yaxshi ish beryapti. Agar kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kuzatib olinglar. Videoni oxirigacha inshaalloh nasib qilsa qo'yamiz. Hozir endi aralashtirguncha pauza qilib turamiz.